Qizlar, o'tgan darsimizda bizlar pardani bantovkalarini chiqarish hisoblarini, oraliqlarini ko'rsatib o'tdik. Mana shu darsimiz davomi hisobida bugun katta gullik pardalarni har bir gulini chiqarish hisobini ko'rsatib o'tmoqchiman. Bunda qarang, nimaga siz e'tibor berasiz? Siz joyingiz, oynangiz necha metrligini o'lchab oldingiz. Masalan, razmeringiz 2 metr yoki 3 metr. Mana shu joyga siz tikadigan pardani har bir gulini, mana bu katta gulini avval siz santimetrlab olasiz. Bu necha santimetrdan? Hozir ko'p gullarimiz 50, 60 mana shu oraliqda gullarni santimetri. Mana buni ham biz hozir bitta gulda 50 deydigan bo'lsak, 2 metr joyga bo'lamiz 50 santimetrdan 4 ta gul tushadi qizlar, mana shu 2 metr joyga. Endi mana shu 4 ta gulni mana bu oralig'ini siz o'lchab olasiz. Nechi? Va mana shu oraliqda siz bantovkaga kirgizib olishingiz kerak. Bu sizda har xil keladi. 30 santimetr, 40 santimetr har xil keladi. Mana shuni bantovkani orasiga kirgizib olamiz. Bu 50 dan tushadigan bo'lsa, har biri bularimiz 30 dan tushishi mumkin. Endi buni men hozir sizga matoda qanday chiqarilishini ko'rsatib o'taman. Mana qizlar, pardamizni yonlarini tekislab olib, 2 qavat qilib to'shab olyapman. Bu menga pardani o'rtasini belgilashga va gullarimizni chiqarish uchun men layfhaklarda ham ko'rsatib o'tganman. Yana shu usulni qo'llayapman. Mana qarang. Ustiga qilib oldik. Endi bu yerda bizada gulimiz har bitta gul 54 santimetrdan ekan. Boya aytganimdek, 50 dan 60 gacha bo'ladi gullar. Bu yerda har biri 54 santimetrdan va uni oralig'i 24 santimetr qolyapti. Mana shu 24 santimetrda biza bantovkaga chiqarishimiz kerak. Endi qarang, qanday qilasiz. Siz 24 ni mana bu oraliqda o'rtasini belgilaysiz. O'chadigan ruchkadan foydalanamiz. Mana 12 bu tarafga belgilaysiz. 12 bu tarafga belgilaysiz. Mana qizlar, ikkita gulimiz oralig'i 24 santimetr. O'rtasini belgilaymiz 12 va bantovkani 12 qilib belgilab olamiz. Mana shu qismi bizaga skladkaga kirib, ikkita gul bir-biriga yaqin kelib turadi. Har bir gulini orasini mana shunday o'lchab, har bir gulni orasini o'lchab, shuni bantovkaga kirgizasiz qizlar. Nechiki bo'lsa, hisoblab, gulingiz rashotini olib, agar joyingiz kattaroq bo'ladigan bo'lsa, siz bantovkani o'zingiz hisobini olsangiz bo'ladi. Qizlar, mana boya belgilagan 24 santimetrimiz 12 dan buni ignachalar yordamida skladkani qilib olamizda, keyin birdan mashinka ostiga olib korsaj tiksak bo'ladi. Skladkaga olishda mana bu 12 o'rtaga kelishi kerak. Bir tarafi yerda qulayroq. Va bu tarafini ham 12sini xuddi shunday olib kelamiz. Shunda sizda mana ikkita gul oralig'i kirgandan keyin mana bu ikkita gulimizni bir-biriga tegib turishi bo'ladi. Mana bu o'rtaga ignacha urishimizda qizlar, mana shu o'rtani ozgina 0,5 santimetr ko'tarib, keyin ignacha qilasiz. Bu vishivkalarimiz, yoni gullarimiz osilmasdan chiroyli chiqishi uchun. Men sizga hamma sirini aytayapman, chunki sizlar professional tikuvchi bo'lib chiqishlaringiz uchun qizlar. Ko'pchilik aytmaydi. Mana bulavka qilib oldik. E'tibor bersangiz, mana shu qismi 0,5 o'rta yuqoriga ko'tarilgan. Mana qizlar, 0,5 o'rtani ko'tardim, ikkita burchakni.
ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu ko'rinishda har bir bantovkangizni mana shu ko'rinishda terib ignacha qilib olasizda, keyin korsaj tikib olasiz. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi bugungi darsimiz ham. Tikib ko'rasiz har biringiz va menga buni tikilgan holatini tashlab berasiz qizlar. Menimcha bugun hammaga tushunarli bo'ldi darsimiz. Har biringiz buni tikib ko'rasizlar va menga yuborasizlar.